Neç bal? Kozini da 300 ming koydum. Neç bal? 300 ming koy. Zal ağırma ya, yığıl turğanı. Ağını. Neç bağa? 88 ming koy. Kimde ağa mı ne? Bunu bağa vaqt aldım. Sen septaygen. Az 300 ming koydu ama. Qoza çalaq kelkin. Kep qapta. Dadis şab ne? Dadisi mushumini. Mehmetiznikka qo'chqayning bolasi. Vohon qarqochdan Septaygen mi? Men septaygen. Anız qanday qo'yib qo'ydimi qozini? Anisi bir 8-10 ming koy abi. Normal qo'y keldi. Normal qo'y. Qo'chqaniki qulqini yig'ini. Qulog'ini bir sap tadapsilaymi? Ne qalanı? Ay Mədizxan qo'chqani o'xshaydi. Kolda. Mədizxan qo'chqanimda Nurun qo'chqachilar bilasizlar, amaliyotini ko'rsak, bak bir jiq quliq bor ekan, tushunami? Shu. Ha, buning uchun bilasizlar. Qan sort yashashga menda tatib ketgan qozini. Ha. Amaliyotini nechta sog'am bilan? Növətən 3000 koymu sağan, 2000 koymu sağan, uruq tuqqan əlaqilliği, acizliği 1000 koymu sağan. Ha. Qimmat emaskan. Mana men manchpul deb qo'ysam, nurg'ul ishlamaysizlar. Hemşerik vallahi mena jig'ildoq. Hammamiz yig'imizda shu qo'yva. Qo'y qizib qolib, makma giyaga. Men qishpulay. Magimizin to'nislar qarshidin. Siz bekton qo'shganlarni. Ming ko'ysasizmi? Depoj ming ko'y deyapsiz ya? Bu azal samsomas deganni. Ming ko'y. Bos bo'lami? Ag'asi oladi qana? Ming ko'y zapas foydasini buni ondan bersin. Yani pul tip şey emas maqsad. Adashamsa, qo'shqa ular qapoch ming ko'y sapis shu. Ulab qapaysa, mayda bir 30 kishilər qilib sapi. Hay, 30 kishilər qilsa, tuğan müşahidlik aramızdaki balın yığılıştırma çıkıda mı? Biraz daha koy qalın. 30'da degan paylatomda var. Bunda ama qilmay 3-nji ay birga sapdan. 3-nji ay birgacha. Qo'y kulimisin növatlam ag'anla. Ming ko'y dilam. Sapi o'nglash. Ha, bu raqaslan gapdan alayman. Endi biramın pullar tatlaşımız bir şey bir çip çay sekma yetmeydi. To'g'ri. Ha, ona da başa sakma. Ha, shunda pulni bir vaqtlik sorunimizdagi pulsini. Ha, bir şey sorun tuzmagan geçim mayda. Shunda pulsini bir taq qo'limizga qilib saqlab qo'ysak. Amida qo'zil chiqib qolsa, biz o'ylab boqma pul sotib qo'yadi. Bunda bilidimi nurg'un tushda, ba'zanlar Osman Korlan ba'zanlar ma'jizni olib silfatida. Qo'chadilar. Müşahid o'zim saqan qozilma. Mo'yda qozilma 3-4 o'zim satib qo'ydim. O'sha aloqali ko'rgan. Uli yamay ekasi o'zini dadasini taqib qoldi bu. Lekin. Anda o'g'anki shu yolg'on kitobni aldab sotadi. Ama növbətim muvafiq bo'ldi hozir. Atası o'zgartmay, sitonla qo'sasana. Lekin. Abiga müşahidimsa ming ko'y biktotda qo'chqan o'rnamış yegandan qarsoyza. 3-nji ketib Abdusulakamni qotandi ba. Kelib ko'rsana burada. Bosh qo'ylim bakan. Bosh qo'ylim kirab. Tug'ilgan balani yana ikkiga qilishqa. Ko'rab mana. Ideal o'tganda deysan, ming ko'y qimmat emas bu. Faqat uchog'imizdagi bir qitimliq sonimizga pulsa. Ming ko'y pul. To'g'ri. Bir kun qo'limiz qisib, ularda boshqa qilgan pulga mirat bizlar yig'ildik qo'ydim, biznes olib qo'ysak. Bunda qilib qolsan keyin jiqaq tomosha qiladi. Qalqa yaligi. Unda bo'lsa, o'rnini deb qo'ydim. Aloqalash telefonimiz deb. Aloqalash telefon nomerim 132 798 55 787. Muborak olsun Mag'illa. Hürmet olmamsa. Rahmat. Canlı qo'chqar ish boshlayotgan. Rahmat. Bu ishni Abdusulakan boshlaydi. Bu qo'chqarchiqamizda. Qo'llagan qo'lga ag'alab, tamom ko'p rahmat. Qo'ydik. Muborak olsun. Muborak olsun.